Bugun hammani qiziqtirgan ikkita savolga javob beramiz. Ya'ni Aristonda to'kka tiqib, uzib ishlatsa kam tok yeydimi yoki bo'lmasa polni tiqilib tursa kam tok yeydimi? Uzib qo'yib bu xatoga yo'l qo'ymang, chunki uzib qo'ygan paytda suvning harorati tushib, qayta qizdirgancha ancha tok energiya sarflaydi. Buni tiqilgan holatda qoldirishingiz kerak. Agarda kuniga 3 kunda bir cho'milmasangiz, 3 kunda bir cho'milsangiz bemalol uzib qo'yaverasiz. Demak, tiqib o'zi bir xil me'yorda ushlab turadi, kam tok yeydi. Ikkinchi savol, kunlik qancha sarf xarajat qiladi elektr? Kunlik xonadonda bir 2 marta dush qabul qilsangiz 40 litrdan 80 litrgacha suv ketadi. Bu degani kunlik 4 kilovatdan 6 kilovatgacha svet yoqadi. Endi oylikka keladigan bo'lsak, kunlik 2000 dan 4000 gacha, 6000 gacha ba'zi yoqsangiz, oyiga 80 mingdan 120 minggacha aylanadi. Demak 80 litrga shuncha so'm narx. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, shuni tanishlarga borib qo'yamiz. Bitta like bosishni unutib qo'ymanglar, foydali bo'lgan bo'lsa. Hech qachon uzib ishlatmang. Bugun hammani qiziqtirgan ikkita savolga javob beramiz. Ya'ni Aristonda to'kka tiqib, uzib ishlatsa kam tok yeydimi yoki bo'lmasa polni tiqilib tursa kam tok yeydimi? Uzib qo'yib bu xatoga yo'l qo'ymang, chunki uzib qo'ygan paytda suvning harorati tushib, qayta qizdirgancha ancha tok energiya sarflaydi. Buni tiqilgan holatda qoldirishingiz kerak. Agarda kuniga 3 kunda bir cho'milmasangiz, 3 kunda bir cho'milsangiz bemalol uzib qo'yaverasiz. Demak, tiqib o'zi bir xil me'yorda ushlab turadi, kam tok yeydi. Ikkinchi savol, kunlik qancha sarf xarajat qiladi elektr? Kunlik xonadonda bir 2 marta dush qabul qilsangiz 40 litrdan 80 litrgacha suv ketadi. Bu degani kunlik 4 kilovatdan 6 kilovatgacha svet yoqadi. Endi oylikka keladigan bo'lsak, kunlik 2000 dan 4000 gacha, 6000 gacha ba'zi yoqsangiz, oyiga 80 mingdan 120 minggacha aylanadi. Demak 80 litrga shuncha so'm narx. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, shuni tanishlarga borib qo'yamiz. Bitta like bosishni unutib qo'ymanglar, foydali bo'lgan bo'lsa. Hech qachon uzib ishlatmang. Bugun hammani qiziqtirgan ikkita savolga javob beramiz. Ya'ni Aristonda to'kka tiqib, uzib ishlatsa kam tok yeydimi yoki bo'lmasa polni tiqilib tursa kam tok yeydimi? Uzib qo'yib bu xatoga yo'l qo'ymang, chunki uzib qo'ygan paytda suvning harorati tushib, qayta qizdirgancha ancha tok energiya sarflaydi. Buni tiqilgan holatda qoldirishingiz kerak. Agarda kuniga 3 kunda bir cho'milmasangiz, 3 kunda bir cho'milsangiz bemalol uzib qo'yaverasiz. Demak, tiqib o'zi bir xil me'yorda ushlab turadi, kam tok yeydi. Ikkinchi savol, kunlik qancha sarf xarajat qiladi elektr? Kunlik xonadonda bir 2 marta dush qabul qilsangiz 40 litrdan 80 litrgacha suv ketadi. Bu degani kunlik 4 kilovatdan 6 kilovatgacha svet yoqadi. Endi oylikka keladigan bo'lsak, kunlik 2000 dan 4000 gacha, 6000 gacha ba'zi yoqsangiz, oyiga 80 mingdan 120 minggacha aylanadi. Demak 80 litrga shuncha so'm narx. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, shuni tanishlarga borib qo'yamiz. Bitta like bosishni unutib qo'ymanglar, foydali bo'lgan bo'lsa. Hech qachon uzib ishlatmang. Bugun hammani qiziqtirgan ikkita savolga javob beramiz. Ya'ni Aristonda to'kka tiqib, uzib ishlatsa kam tok yeydimi yoki bo'lmasa polni tiqilib tursa kam tok yeydimi? Uzib qo'yib bu xatoga yo'l qo'ymang, chunki uzib qo'ygan paytda suvning harorati tushib, qayta qizdirgancha ancha tok energiya sarflaydi. Buni tiqilgan holatda qoldirishingiz kerak. Agarda kuniga 3 kunda bir cho'milmasangiz, 3 kunda bir cho'milsangiz bemalol uzib qo'yaverasiz. Demak, tiqib o'zi bir xil me'yorda ushlab turadi, kam tok yeydi. Ikkinchi savol, kunlik qancha sarf xarajat qiladi elektr? Kunlik xonadonda bir 2 marta dush qabul qilsangiz 40 litrdan 80 litrgacha suv ketadi. Bu degani kunlik 4 kilovatdan 6 kilovatgacha svet yoqadi. Endi oylikka keladigan bo'lsak, kunlik 2000 dan 4000 gacha, 6000 gacha ba'zi yoqsangiz, oyiga 80 mingdan 120 minggacha aylanadi. Demak 80 litrga shuncha so'm narx. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, shuni tanishlarga borib qo'yamiz. Bitta like bosishni unutib qo'ymanglar, foydali bo'lgan bo'lsa. Hech qachon uzib ishlatmang.